Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytganlar, Ramazon kirdi, hozir bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi laylatun khayrun min alf shahr. Man hurimaha faqad hurima al-khayra kullahu wa la yuhramu khayruha illa mahrum." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bul oy, ya'ni Ramazon sizlarga hozir bo'ldi, keldi va bul oyga bir kecha bor, ya'ni Qadr kechasi 1000 oydan xayr va ulug'. Kimiki bundan mahrum bo'lsa, hamma xayrdan mahrum bo'lganday va hech kim buning xayridan mahrum bo'lmaydi illo bir mahrum. Ya'ni kimiki bu kechaning, Qadr kechaning Ramazon oyigaki keladi, undan mahrum bo'lsa, hamma xayrdan mahrum bo'lganday."